Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Easy Skinning kolleksiyani, ya'ni kollektor skinini ochib ko'ramiz. Ko'ramiz qancha almasga kollektor skini bizaga tushadi. Xo'p, ko'rayotganingizdek bizda 18323 almazimiz bor va bu skinga nechta almazda erishamiz? O'shani hisoblaymiz. 48 tani minus qilib tashlaymiz. Xo'p, boshlaymiz. Bilasizlar, bu eventda Aurora, ya'ni Aurora kristallini ham ishlatsak bo'ladi, faqatgina almazga aylantirmasdan. Birinchi 10 talikni boshlaymiz. Bizni olishimiz uchun 800 ta element yig'ishimiz kerak. 800 ta bo'lishi kerak. Ko'rayotganingizdek, bitta aylantirishda почти 100 ta tushirib qo'ydik. Yana bitta aylantirib ko'ramiz. O nechta tushdi? 257 ta. Почти 90 ta, 80 ta, 100 tadan tushar ekan. Uchinchisi 346 ta, to'rtinchisi, beshinchisi, o 557 ta bo'ldi. Oltinchisi, xo'sh, yettinchisi 810 ta bo'ldi. 71, mana 72, 73, 74, 75. O'sha qaranglar. Boshida biz dediga 48 ta emblemani olib tashsak, ya'ni elementimizdan olib tashsak, 8 ta почти qoladi. Taxminan bizda 18323 ta almaz bor edi. Bundan ayiramiz 14673 almazni. Bittada aylantirishimizda, ya'ni bittada shundoq kirib ovormoqchi bo'lsak, 3650 ta almaz ishlatib qo'yar ekanmiz. Bittada aylantirishga shunaqa qimmatga tushib ketadi. Ko'rayotganingizdek, o'shaning uchun iloji boricha skidkalarda, ya'ni o'sha fazalar kelganida boshidagi bonusda aylantirsanglar, sizlarga 2000 cha almas taxminan shuncha pulga tushadi. Balki yana Aurora yig'ib qo'ysanglar, har kuni magazinga kirib, bemalol bundan ham arzonroq olsanglar bo'ladi. Ketdi, Melisani qani probovat qilib ko'ramiz, sotib olishni bosamiz, adminni bosdik va nihoyat bizda endi Melisani kollektor skini ham mavjud bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa xursandman, juda ham menga yoqdi bu skin, o'shaning uchun olishga qaror qildim. Bilasizlar, men ham har xil skinlarni ovurmayman. ADKlarni skini absolyutni olishga harakat qilaman, chunki o'zim bilasizlar, ADK linerman. Ajoyib, ajoyib. Xo'p, bitta yana o'yinda ham test qilib ko'ramiz, ya'ni Melisani o'zini qanaqa tutar ekan o'yinda bu skinda. Ikkinchi skili bu. Ajoyib, juda ham chiroyli qilishibdi. Ikkisi ham yavning ko'rinib turibdi. Bilasizlar, oldingi ikkilari unchalik yavning ko'rinmas edi, lekin bu skinning ikkisi juda ham yaxshi ko'rinib turibdi. Ultasini bitta bosib ko'ramiz. Oy oy oy, oy oy oy. Ultasi ham ajoyib. Ultasini ovozi ham ajoyib. O'shaning uchun boyvoy bitta bot qo'shaylikchi. Ovozi dirs qilmas ekanda endi bu safar, mana ovoziga e'tibor beringlar. Juda ham ajoyib, juda ajoyib. Keyingi videomizda qaysi skinni sotib olishimizni kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sotib olamiz, qancha almaz ishlatganimizni aytib o'tamiz va o'sha gap sizlarga agar almaz kerak bo'lsa, bizda ikki xil yo'lda almaz olsanglar bo'ladi. Ya'ni admin orqali, shaxs streamer donat orqali, men yana silkalarni opisaniga yozib qoldiraman. Adminli donat bemalol 100% ishonchi o'zimizni, ya'ni adminlar. Va ikkinchi yo'li shaxs donat shift chiziqcha bot, ya'ni pastki chiziqcha bot. Bu botimiz adminsiz bo'ladi. Xohlagan paytingizda 24/7 o'zingizlarni shu yerga pul tashlab, o'zingizlarga almas sotib olsanglar bo'ladi. Turk akkaunt, ru akkaunt, uz akkaunt вообще farqi yo'q. Bemalol o'zingizlarga, ya'ni almas to'ldirsanglar bo'ladi. Sizlar bilan shaxs streamer bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha jigarlarim, sog' bo'linglar.